Navruz bayramida kutib oladi, chiroyli qilib, hamma yili bir doim shunday chiroyli bo'lsin, Navro'zday bo'lsin har kunlari. Navro'z va tamoman mardum millati musulmon tabrik bo'lsin. Afg'onistonliklar, bular hammasi Afg'onistonlik qizlarimiz, bular o'qishadi bu yerda, ijod qilishadi, bular tikuvchi qizlarim. Taşlıklar kılışıptı. Şimdi malaklar kaynayaptı. Aldiga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, bayramimiz chiroyli o'tsin, hammaga omad, yaxshi kayfiyatda o'tkazishni nasib aylaydi. Prezidentimizga sog'lik, omonlik, davlatimiz yurishda charchamasligini omadlar tilab qolamiz. Sog' bo'lsin. Hozir men Termiz shahrining markazidaman. Hokimiyat qarshidaman, mana hokimiyat binosi. Va mana shu hokimiyat binosining yonginasida chiroyli favvora ochilgan. Ko'rib turibsizlar mana. Go'zallikni ko'ryapsizlarmi? Просто dam olasiz, tomosha qilib dam olasiz. Mana shunday sharoitlarni yaratayotgan prezidentimizga avvalambor rahmat deyman. Ro'za Ramazon kunlarida charchagan vaqtimizda mana qorni qutqaradigan juda chiroyli maskan. Albatta Termizimizning, poytaxtimizning ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi. Mana shunday sharoitlarni yaratgan tadbirkorlarimizga albatta kattadan katta rahmat deymiz.